Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sizimiz yaxshimi? Siz yaxshimi? YouTube'ga, Instagram'ga bitta mashinani qo'yamizmi? Sotuvga o'zingiz nomeringiz bilan. Bo'lsa ham bo'laveradi. Bo'ladi, xudo xolasa. Kimdek qilib turaymi, sizga ham yomg'ir tushmasin. Nechinchi yil ekan mashina? 2001-yil. 2001-yil. Motor ходовой. Motor ходовойlar только kuzov remont qilish kerak. Zadimoslar yaxshimi? Zadimos 60 ta o'tgandan keyin Ovoz bor, baribir. 2001 dedingiz-a mashinangiz. 2001-yil. Probegi qancha? Bularda probeg gapiring. 1,5 ming. 1,5 ming. Metani bor. Hamma yo'q. 4 ta yaxshi o'rtacha holatdagi ballonlari. Ballonlar normal. Narxi qancha? 1,5 ming kami bor o'tib beramiz. 1200 bo'lsa berasiz narx. 1000 mi, 1200 ga berasiz. 1200 ga. Sizlar nima qilsanglar beraman bir. Bizni nomimizdan kelsa, xudo xolasa. Gen chiqadi. O hamma yo'q chiqadi. Narx anosichi, nima? Agar misol genga keladigan bo'lsa, boshqa viloyatdan keladigan bo'lsa ham berasiz. Hammasiga beraman. Pulni bersa bo'ldi, любой время sotaverasiz. Shunga pul zarur menga. Narxini aytib yuborasiz. Telefon nomeringizni. O'zingiz nomeringizni aytsangiz, o'ziga aloqaga chiqishaveradi. Konteynerlargacha bormi buni? Koreyskisi ekanda. Yo'q, konditsioneri yo'q, buni Zavodskoy bo'lgan ekan. Ham yo'q, zavodskoy bor. Ishlataman degan akalar uchun yaxshi variant ekan. 95lik. 876 36 76. Shu pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, generalniy доверенность ham chiqar ekan. Maylamak, videoga rozi bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Xo'p. Shunaqa gaplar. Kimga qanaqa mashina qiziq bo'lsa, bemalol kommentariyada yozsanglar bo'ladi. Bo'ldi. 1000 ga narx. Biz orqamizdan chiqsa 1000 ga berib yuborar ekan. Tez maxsus kanalini aytib bemalol telefon qilaverasizlar. Bu yoqqa. O'zgardi, aka. Assalomu alaykum. Shunaqa gaplar. Olmaliq mashina bozorida yomg'ir yog'yapti, lekin biz ijoddan to'xtamayapmiz. Ko'rishinglar mumkin. Mashina nisbatan har doimgidan kamroq ekan. Shuning uchun menimcha bu havoni ta'siriga bo'lsa kerak. Kimga qanaqa mashina bo'lsa, kerak bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, xudo xolasa, qo'ldan kelgancha chiqarib beramiz. Nexia. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Mashina sotiladimi? Mashina sizdanmi aka? Video qilsak bo'ladimi? Video qilsak Instagram, YouTube'ga. Nechinchi yil ekan? 2007-yil. Kraskalari? 30% bor. Faralariga lidlarni qo'yib, chiroyli qo'ygan ekansiz. Chexol bo'lik. Trambuler motori. Shu eng anosida. Ekonomishnis. Gazlar bor? Kraskalari-chi qatlarida bor? 30%. 30%cha bor, ha? Butun. Narxi-chi aka? 3200 so'rayapsiz. Oxirgi narxlari? Kelishtirib beramiz. Ayting, oxirgi narxini qo'ying aka. YouTube'ga ham, Instagramga ham qo'yamiz, Telegramga ham qo'yamiz. 2007 Nexia 1 oxiri son Scrambler ekonomik motor izlaganlar uchun o'lmas motordan bo'ladi. Xudo xolasa konteynerlargacha bor ekan. 3000 so'rashyapti. Nomeringizni aytib berasiz? 93lik 478 97 17. Shu pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Olmaliqdan gapiramiz bolalar. Aka, videoga rozi bo'lasiz? Charchamang. Xo'p. Ratuxa, assalomu alaykum. Video ketyapti. Normalmisiz? Yaxshimisiz? Stalnoy такой необычный rangidan olib chiqib qo'yibsiz. Nexia 3 ta. Qancha yurgan ekan bu? Ravonmi bu? 162 ming yurgan avtomat korobkada izlayotgan kennoyi apachalar sizlar uchun ideal holatdagi Nexia 3. Ravon bu, короче, ekspert variant, ha? Motorlari ham o'zgacharoq bo'ladi, buni. Ekonomishniy bo'ladi. Ekonomishniy bo'ladi. Narxini qancha qilib beramiz obunachilar uchun? 7800.
Oxirgi narxlarni ayting, tezroq uchun. 7700 ga beraman. 7700 naqdiga. Gen chiqadimi? Yo'q. Gen chiqmaydi оформлениеga. Agar naqd dollarlar bilan keladimiz 7700 dan ham ozgina o'tib berasiz, xudo xolasa. Gazlarigacha boshqa hech qanaqa xarajati yo'q, stalnoy rangda. Menimcha buni rus odamlar yoki o'zbeklar kamroq oladi bu rangni. Ruslar menimcha juda ham akkuratni qarab haydaydi aka. Neobычный shunaqa lekin. Oqdan ajralib turish uchun nomeringizni aytib yuborasiz aka. 93lik 188 77 70 shu pastdagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Aka videoga rozi bo'lasiz, YouTube'ga qo'yapmiz. Albatta.